Bugungi bemorimiz 72-yil Bekobod shahridan kelgan. Shikoyati burun umuman nafas olmaydi. Tekshirib ko'rganimizda kompyuter tomografiyasida, endoskopiyada burun yo'llari, burun yondosh bo'shliqlari to'liq polip bilan to'lgan. Burun to'sig'ida qiyshiklik bor. Bugun hozir full face, ya'ni hamma bo'shliqlarni, burun yo'llarini polipdan tozalash va septoplastika operatsiyasini bajaryapmiz. Kuzatib borishlaring mumkin, natijasini ko'rsatamiz. Burun kirish qismidan ajratib olgan polip to'qimalarimiz burun shaklini o'zgartirib yuborgan, kattalashib ketgan poliplar. Hop, buni gistologik tekshiruvga yuboramiz. Operatsiyamiz yakunladik. Full face, septoplastika. Hozir spangastamlar va splentlarni qo'yib operatsiyani yakunlaymiz. Burun yo'llari to'liq ochildi, nafas olishlari tiklanadi. Xudo xolisa, hid bilishlari ham yaxshilanadi. Rahmat.